Endi xo'p, salomni bizda siyg'alari bor. Siyg'a ya'ni salom berish lafzi bor. Buni bugun yigitlar yaxshi bilib oling, chunki diningizga qiziqqonligingizdan yana ham o'sha salom berib muqobilimda turgan akani, okani, ukani, qarindoshni, boboni xursand qilay deya o'zingizni cho'ntagingizdan olib va mag'firatuhu va fadluhu va ikromuhu deb qo'yadiganlar bor. Ayniqsa ba'zi hoji akalar. Endi biz ko'pincha indamaymiz, telefonda salom beradi yoki keladi, masalan Abdug'ofir akam yaxshi ko'rganlardan bir qancha so'zlarni o'zlarini cho'ntaklarini olib xatam to'yda boy qo'yaveradi. Yo'q, ziyodasi ziyodadir. Eshiting. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalamga birlari kelib nima dedilar? Salom, qarang. Rasulullohga kelib bir sahoba assalomu alaykum dedilar. Salom berdi sahoba. Payg'ambar alayhissalatu vassalam va alaykumussalam va rahmatulloh. Bitta so'z qo'shildi-ya. Assalomu alaykumga va alaykumussalam va rahmatulloh bir so'z qo'shildi. Aliklari demak ziyoda bo'ldi. Yana bir sahoba keldilarda, sahobalar jamoat bilan o'tirdilar. Payg'ambar alayhissalatu vassalomning huzurlariga kelgan o'sha sahobalar birin-ketin salom beryaptilar. Avvallari takrorlaymiz. Assalomu alaykum degandilar. Albatta alikni kim oladi u joyda? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oladilar. Payg'ambar alayhissalatu vassalam va alaykumussalam va rahmatulloh dedilar. Yana birlari keldilar. Assalomu alaykum va rahmatulloh deya ana uni mana u ziyodalikda aytganlarda endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning javoblarini qarang. Qanday alik oldilar? Va alaykumussalam va rahmatulloh va barakatuhu. Ko'rdingizmi? Rahmatullohga va barakatuhuni qo'shdilar. Endi yana birlari keldilar. E'tibor qiling. Mana shu joyi boyagi hoji aka va fazluhu yana o'zbekcha qilib qo'yadi. Va fazluhu va ikromuhu va nimalardir deydi-da biz o'zbeklar. Bundan bugun to'xtang. U narsa yo'q. Mana Payg'ambar alayhissalatu vassalom biluvchimi yoki siz biluvchisizmi? Keldilar, dedilar, keyingi 3-sahoba qorim nima dedilar? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Qarang. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Mana shu holatda to'liq aytdilar. Payg'ambar alayhissalatu vassalam nima deya javob qildilar? Nima deb o'ylaysiz? Alloh, olim Iso mana shu olim bo'ladi shu kishi. Payg'ambar alayhissalatu vassalam javobni qanday qildilar? Juda qisqa qildilar. Qarang. Va alaykum dedilar. Bo'ldi. Sahobalar hayratlandilar. Ya Rasululloh, birinchimiz salom berganlarda orqasiga va rahmatulloh dedingiz. Ikkinchimiz va assalomu alaykum va rahmatullohi deya rahmatullohni qo'shib aytganlarda va barakatuh deya ziyoda qildingiz. Avvalgi salom berganlarga har birlariga bittadan bo'lsa ham so'zni ziyoda qildingiz. Axir bu kishi shu 3ta siyg'ada, 3ta so'zda aytsalar, siz bu kishiga qisqa qilib qo'ydingiz deganlarida lam yubqilana shay'an yoki hal abqalana shay'an dedilar. Axir u kishi to'liq berdilar salomni, bizga biron bir javob qilishligimiz uchun, alikda ko'proq so'z aytishligimiz uchun bizga biron narsani qoldirmadilar-da deyaptilar. Tushunarlimi endi? Payg'ambar alayhissalatu vassalam payg'ambar bo'la turib alayhissalatu vassalam agar ziyoda qilishlik kerak bo'lganda hoji aka ziyoda qilmasmidilar? Va siz u bizga avvalasi sahobalarga bilinsin deya nima dedilar? Payg'ambar alayhissalatu vassalam u zot axir kelib assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu deyishlari bilan bizga biron narsa qoldirmadilar. Bizga to'liq salom berganlari uchun to'liq salomlariga to'liqligicha alik oldik dedilar. Tushundiga? Ziyoda fazluhu yaxshi e'tibor qiling. Ayniqsa hoji akalarim telefonda boshlaydi. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuhu va fadluhu va in'amuhu unusi bunusi deb bir dunyo mahallani so'zini qo'shib aytadi. U ziyoda yo'q dinimizda. Ziyoda bo'lsa nima bo'ladi? Bid'at bo'ladi. Demak, salomlarda bugun bizni mahalla ko'yimizda yoki qavmi qarindosh jamoatchilik, og'ayni, do'st, birodarlar orasida shunaqa ziyoda lafzlar aytilyapti. Buni to'xtataylik. Hech birimiz payg'ambar alayhissalatu vassalomni aliklaridaqa alik ola olmaymiz axir. Mana shudir. Biri keladi sizga assalomu alaykum, siz nima deysiz? Va alaykumussalam va rahmatulloh. Agar demoqchi bo'lsangiz ko'proq mayli. Va alaykumussalam va rahmatullohi va barakatuhu deng. To'ldirish bor ekan. Xo'p, endi alikda ko'rdingiz. Salomni o'zi sunnatda, mana dinimizda salomni o'zi hukmi nima deyilsa sunnat deymiz. Endi uni javobi nima bo'ladi?
vojib bo'ladi. Shuning uchun ham nima qilinadi? Qarang, Payg'ambar alayhissalatu vassalamning ham javoblari ana u salom beruvchini salomi, tahiyyati so'ziga qaraganda ko'proq so'z bilan alik oldilar. Ha, albatta bu Rasululloh alayhissalatu vassalamning sunnatlari va Allohning amri. Allah subhanahu va taolo aynan Niso surasida, eshiting azizlar. Niso surasida shunday marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu, qarang, bi ahsana minha aw rudduha. Sadaqallohul azim. Ey mu'minlar, agar siz salom berilsangiz, biri kelib sizga salom berdi. Salomning alikini yaxshiroq qiling. Ya'ni xo'p deb qo'ymang yoki va alaykum deb qo'ymang. Biri keldi sizga salom berdi, aynan Payg'ambar alayhissalatu vasallam qanday salomga alik oldirar? O'shanday qilib alikni to'ldirib, alikni undan ham ko'proq qilib, yaxshiroq qilib javob bering deya Alloh buyuryapti. Tushunarlimi? Allohning buyrug'i demak, salomni aligini olish asli vojib ekan, olganda ham o'sha berilgan salomdan ko'proq qilib, yaxshiroq qilib alik olar ekanmiz. Alloh aytayaptiki, avrudduha, eng ozida siz o'sha salomni o'zini javobini qiling, aligini deyapti. Mana shundan vojibligi olinadi.